Barmang, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlarni zo'r. Hujjat ekan to'layapmi? Yo'q, aka, unaqa oldingi mashinani to'xtatish shart emas. Ha, u oldingi mashinani reski to'xtatsangiz, bu orqadan kelib uradi, aka. Men sizdan onasidan so'raganim yo'q. Ha? Qanday to'xtash menga bog'liq. Aka, urvosa kim javob beradi? Urvosa Holatga qarab to'xtatiladi. voy, siz bu sekin kelyapti, oldingi mashina to'xta deb to'xtatyapsiz, aka. Yana aytyapman. Holatga qarab to'xtatiladi. Men sizdan so'rab to'xtatmayman onasidan. Bo'ldi, qarang-da, shu bir kun nimadir voqea bo'lsa, o'zingiz javob berasiz-da. Shartmi? O'rgatish emas, aka, bu to'g'ri gapni aytyapman. To'g'ri gapiryapsiz. To'g'ri gapni aytyapman. Holatga qarab to'xtatyapman. Men sizga yana aytyapman. Aka, holatga qarab bo'ldi, men sekin kelyapman, to'xtayapman. Bu bola ekan, bu bola ham to'xtayapti sekin. Siz olchasizmi? Mumkin biz. Yuz ko'raylik, o'zimiz emasmi? Vashchi noto'g'ri to'xtatman. Normalda to'xtatib, u cho'chiganda bitta tormozni bossa, kirib ketadi orqasiga. Yetingda speskim Dunyo. yetingiz qanday to'xtatib olishlaydi? Qarshidagi mashina Qanaqa uradi? Siz oldingi mashinani to'xtatyapsiz, uni ko'tidan uradi, aka. Men Men mashinani urib to'xtatyapman. bo'ldi, qarang-da, men shu menda video bor, men qo'yaman Instagramda ko'raman. Xohlagan joyingizga qo'ying. Bo'ldi. Meni ursangiz ko'zaysiz, meni Bemalol men ochiqlik va shaffoflik bilan bemalol qo'ya olaman. Videoni kamsitish maqsadda emas, qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday holatda qo'ya olaman. Bo'ldi. Mana qotil, u cho'chigandan bechara tormozni bossa kirib ketadi, aka.